Baliq yilida tug'ilganlar. 12 yillik sharq kalendarining 5-muchali bo'lmish Ajdar, ya'ni drakon yilini ko'pchilik baliq yili deb ataydi. Plyus tomonlari: lider, boshqarishni yoqtiradi, xarizmatik, o'ziga tortadi, tavakkalchi, katta o'yinlarni xush ko'radi va o'ziga ishongan, men qila olaman pozitsiyasida yashaydigan insonlar toifasiga kiradi. Minus tomonlari: juda mag'rur, o'ziga katta baho beradi, jahli tez, juda kritikachi, ya'ni o'zini ham o'zgalarni ham tanqid qilib yuradi va juda ham besabr bo'lib, tez natija kutadi. Ajdar bu real hayotda yo'q mifologik obraz bo'lganligi sababli muchal sohiblariga ilohiydan berilgan iste'dod bor deb qaraladi. Juftlik va sevgi muhabbat borasida o'ta talabchan, qarama-qarshi jins vakillaridan juda ko'p narsa xohlashadi. Mos keladigan sohalar: biznes, rahbarlik, marketing, sahna va brend qurish. Video ma'lumotlari China Highlights va Chinese Calendar manbalaridan olindi. Har doimgidek to'liq ma'lumotni video ostida qoldiraman va albatta obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoim qaysi muchal sohiblari haqida bo'lsin, izohlarda yozib qoldiring.